biz özümüz garip misafir buluşni tanladık mı? Yok. Bu yerde, bu natoniş yerde en aciz haleti turuşni biz tanlagan mı? Cevabı böyle yok. Demek bunu birisi orunlaştırıvatıdır. Hey akıl egeleri kelinglar. Kelinglar qarindoshlar kelinglar. İntiqom uchun kelinglar. Payxon bo'lgan izzat uchun kelinglar. Zulmni yo'q qilmoq uchun kelinglar. Hey zolim to'xta demek uchun kelinglar. Ota-onalar uchun kelinglar. Tirik yetimlar uchun kelinglar. Vatan uchun kelinglar. Qur'on uchun kelinglar. Namus uchun kelinglar. Birlashish uchun kelinglar. Mardlar yig'ilishga kelinglar. Qahramonlar yig'ilishga kelinglar. Erkeklar yig'ilishi, izzat yig'ilishi, hurlik yig'ilishi, istiqlol yig'ilishi, iymon yig'ilishi va Qur'on yig'ilishi va vatan yig'ilishiga kelinglar. Çünkü bu kunlar izzat yo'qolgan, g'urur payxon bo'lgan, iffat xazon bo'lgan kunlardir. Bu kunlar erkekler g'ururi singan, analarning, och-singillarning iptiga tajovuz qilingan kundir. Bu kun islomga chiqadigan kunlardir. Bu kun vatanning izdirikini qilgan kunlardirki, bu kunlarga qulluqqa xotim berib, o'likni qo'limizga oldigan kurash kunlardir. Bu günler erkekler günü. Bu günler iman günleridir. Bu günler Resulullah günüdür. Bu günler resmi, samimi erkekler günüdür. İzzet günüdür, sadıklar günüdür. Bu gün imanımızda Resul ve yolgancı ekanligimizga guvoh bo'ladigan gün. Bugün ikkinin birini tanlaydigan gün. Dünyada bolsa yalvarıp ötünüp başkalarının bosug'ida xorliq bilan tinab berishdi. Yoki hurlik uchun qo'limizga hurlik bayroqlarini ilib izzat bilan yashash yoki shahid bo'lib mangulik baxtga erishish kunidir. Bugün bay'at kuni, bugün birlashish kuni, bugün uyg'onish kuni. Bugün Allah'ın yolunda Allah'ın yardım berdiğinliğine chin kalbidan ishonadigan kundir. Bugün hurlik uchun molni, jonni, borliqimiz atash kuni. Bugün Kur'an kuni. Bugün bergan ahdiga vafo kuni. 30 yıldan ortiq vaqtni o'qish uchun ishlatganlar o'z o'qigan ilmga o'zi ishlash kuni. 1400 yıl burunqi Bedir jangida oz sonliq, ko'p sonliq ustidan g'alaba qilganlikdan chin dilimizdan ishonadigan kun. Va biz bu Alloh yo'lida kurash qilganmiz. G'alaba kuchda yoki son emas. Allohning yordami va bo'lganligiga chin dilimizdan ishonadigan kun. Bu kun islom yo'li orqali o'zimizni qutqizgan kun. Bu kun yetimlarning ko'z yoshini surtadigan kun. Bu gün mazlumlikqa xotim beradigan istiqlolning boshlanish kuni. Bu gün qiz ayollarimizni nomahramdan qo'g'daydiganlar kuni. Bu kunlar zindonda qachon bu zindonning ishlari chaqila, biz qachon ozod bo'lamiz? Namozlarimizni qachon o'qiy olamiz? Qachon sajdaga bir qatim bosh urib, Allohga yo'lurib, sening fazling kamdir, afv qilgin. Bizni kechirgin deyishni o'ylab, kelmirgan ojizlarni qutqizishning boshlanish kunidir. Bu kunlar Kevser bulaqning yanida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan uchrashishni izlaganlarning g'animat kunidir. Bilalsak albatta Alloh bizni kuzatadi. Bizga qarabatidir, bizni sinovatidir. 35 milyon Müslümanın takdiri bizge bağlıdır. Qarindoshlarimiz uylayaptidir. Ustozlarimiz uylayaptidir. İslam garip bo'lyaptidir. Masjidlar yiqilyaptidir. İffat pardalari yirtilyaptidir. Qur'on ko'ydiryaptidir. Biz erkin, biz sinilyapmiz. Biz sinoqdan o'tolmasak, hammamizning taqdiri o'xshashni billah. Qulluq yo'qolish. Bu sınavdan ötüşki tirşaylar. Allah yolunda, Allah yolunda, Allah yolunda bir kumandanğa beyat kılaylar. Vatanning cihadı emdi kiçik misin? Zahidi uluk
kudreti, büyük izzet, hürmeti, çeksiz Rabbim yar ve yardımcımız bulsun. Rahmet kılınışım. Allah razı olsun.